Assalomu alaykum. Yuqoridagi savolnoma bo'yicha tushuntirish. Mana shu savolnoma bo'yicha mahallalaringizdagi, maktab joylashgan mahalladagi ijtimoiy xodim uyda ta'lim o'quvchilarini uyiga borib, mana shu savolnomani o'zlari to'ldirishadi. Bu yerda mana bu 4-bandi bor. Maktab tomonidan yaratilgan sharoit 6 ta savoldan iborat. Mana shu narsaga minus tushib qolmaslik kerak. Qolgan ma'lumotlar yuqoridagi, pastdagi ma'lumotlar bolani o'zi, oilasi haqida ma'lumotlar. Mana bu bizaga taalluqli ma'lumotlar. Maktab tomonidan yaratilgan sharoit. Ya'ni dars grafiki qanday deyapti, haftada necha marta? Haftaga masalan 3 kunga qo'ygan bo'lsangiz 3 kun. Bitta bola, har bitta bolaga bitta mana shunaqa so'rovnoma to'ldiriladi. O'zlaringizni mahallalaringizdagi ijtimoiy xodim o'tkazadi. Uyiga borgan holda. Endi ijtimoiy xodim bilan ham gaplashing, ota-ona bilan ham gaplashing. Biza dekabr oyida inson markazi, keyin moliyadan bir mutaxassis bilan uyda ta'limni monitoring qilganimizda 2025-yil dekabr oyida ko'p ota-onalar dars jadvalidan bexabarligi, keyin parta stol yo'qligi, o'qituvchi haqida ma'lumotga ega emasligi aniqlangan edi. Bundan ko'pchilikning xabari bor. 2025-yil dekabr oyida. Mana shuning uchun mana parta stol bilan ta'minlanganligi berilgan bo'lsa, ha deb yozish kerak. O'qituvchi grafikka ko'ra doimiy kelganligi. Agar yo'q desa, bilasizlar, maktab direktori bilan o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarini javobgarlikka tortadi. Sababi uyda ta'limda nizomida direktorlarni majburiyati bor. Keyin o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarini 22-bandida majburiyati ko'rsatilgan. Keyin oxirgi marta qachon MTT bo'limidan monitoring qilinganligi 2025-yil dekabr oyida. Inson markazi, keyin moliya, maktabgacha ta'lim, keyin tibbiyotdan bir opa bor edi. Ishchi guruh qilib uyda ta'limni monitoring qilganmiz. Xonadongacha borilgan, maktabda ham hujjatlari ko'riluvdi. Keyin ko'pchilik maktablar uyda ta'limni direktorni buyruqlarini ziplab tashlab beruvdingizlar. Keyin dars jadvallarini PDF qilib tashlab beruvdingizlar. Monitoring mana shunaqa tahlili qilingan edi dekabr oyida. Xuddi shunday 2025-yil dekabr oyida deb yozdirish kerak. Dars o'tadigan o'qituvchilar soni. Masalan, o'sha bolaga nechta eng asosiysi dars jadvalida ota-onaga chiqarib beringlar. O'sha yerda nechta o'qituvchi dars berishi, keyin qaysi fanlar haftaga necha kunga dars qo'yilgani hammasi ko'rinadi o'sha dars jadvalida. Mana shu ota-ona bilan ham shu bo'yicha savolnoma bo'yicha ijtimoiy xodimlar bilan ham gaplashib qo'yinglar. Rahmat hammaga.